Afg'onistonda kuchli yer silkinishi ro'y berdi. Silkinishning zarbasi butun mintaqada sezildi, ammo O'zbekistonda ahvol tinch. Afg'onistonning tog'li hududi Hindukush mintaqasida magnitudasi 5 dan oshiq zilzila sodir bo'ldi. Xalqaro seysmologlar ma'lumotiga ko'ra, zilzila yer ostining ancha chuqur qatlamida ro'y bergan. Chuqurligi taxminan 200 kilometrdan ortiq bo'lgani sababli zarba kuchi yuzada pasaygan. Shunga qaramay, Afg'oniston poytaxti Kobul va unga yaqin hududlarda yer tebranishi aniq sezilgan. Aholi qisqa muddatli qo'rquvni boshdan kechirgan, ammo rasmiy ma'lumotlarda talafotlar qayd etilmagan. Silkinish O'zbekistonning janubiy viloyatlarida, xususan Surxondaryo va Qashqadaryo tomonlarida yengil darajada sezilgan bo'lishi mumkin. Toshkent va boshqa hududlarda jiddiy tebranishlar qayd etilmadi, infratuzilmaga zarar yetmagan. Mutaxassislar ogohlantiradi. Hindukush seysmik jihatdan faol hudud. Bu joyda yil davomida o'rtacha bir necha marta o'rta kuchli zilzilalar sodir bo'ladi. Mutaxassislar bu tabiiy jarayon bo'lib, O'zbekiston hududida xavfli darajada silkinish kuzatilmagani haqida xabar bermoqda. Afg'onistonda yer silkinishi yuz berdi, ammo O'zbekistonda tinchlik saqlanmoqda. Rasmiy manbalarda vaziyatni doimiy kuzatuvda ushlab turibdi. Yangiliklarni birinchi bo'lib bilish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring.